Bayram arafasida eski odatlardan, ya'ni an'analardan voz kechgan holatda sizlarga ko'proq turadigan gul haqida gaplashib o'taman. 10 yildan beri tajribaga ega Murod ham yana keldi. Murod hamdan hamma men gul olib yurman va bugun bayram arafasida nechta gullarni yo'la qo'ydingiz, ya'ni sovg'a sifatida. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizda hozir Xitoydan, Gollandiyadan, o'zimizni O'zbekistonda yetishtirilgan misli gullarimiz bor. Biz endi bu gullarni kelib odamlara tavsiya etishimizdan maqsad bayramda ham podarka, ham bayramdan keyin ham shu bu gullarimiz o'zini uyida xizmat etib, yanında turadi. Masalan 3-4 kun o'tgandan keyin ham gulga suv quygan vaqtida ham yodingizga tushadi. Shu odam menga podarka etadi debdi. Qaysi gullarni bersa bo'ladi masalan ayol kishilarimiz? Ayol qizlarimiz ko'pincha rangli narsalarda, qizil, oq narsalara yaxshi ko'radi odamlar. Shuning uchun ayol vaqti anturium gullarimizdan tavsiya etamiz ko'proq. Bularni boqish onsat baqqandan ko'p yillar boqib yursa bo'ladi bu narsalarni. O'g'itlarni ham o'zlaringiz sizga tuparasizlar, masalan, yesalar. Bemalol biz yanımıza gelseler, bizde de hamma narsasi bor, bu yerda to'rfi, tuvaklari, hamma xizmatlarimiz bor, o'zlarimiz ekib chiroylatib taxlab beramiz. Urgan shahri bo'ylab yetkazib berish xizmati ham bormi? Yetkazib berish bor bizda. Do'konimizda hozirgi kunda Italiya, Gollandiya, Xitoydan juda ham turli xil katta assortimentda gullar gap turibdi. Bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Katta uy deysizmi, kichkina uy deysizmi, hammasini, ofisda deysizmi, ishxonangizda deysizmi, hammasini topsangiz bo'ladi. Manzil sizlar uchun to'dadan bo'lsam, Dehqon bozor tarafdan kelaverishingizda Ko'naboyning Prikoskasidan o'tganingizdan keyin chap qo'lda Toza domni 1-qavatida joylashgan. Agar siz Mashal ko'pirdan keladigan bo'lsangizlar, 55 do'kondan 7 durib o'tganingizdan keyin o'ng qo'lda Esimboy ko'cha bo'ladi. Esimboy ko'cha aylanmaysiz va chap qo'ldagi Toza domni tengida joylashgan. Bemalol kelaverasizlar. Batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz.